Mana Gentra avtomobilining shtatniy magnitofonini sim bilan ulanishini aytib o'tamiz. Radno magnitofoni demoqchiman. Mana fishka shteklarning ulanishi. Mana bu tomondagi chap qo'l tomondagi shtekimizda pastdan tok, tepada esa bu pastdan minus, bu bitta kalonkasi, bu ikkinchi kalonkanisimi, mana antinanisimi, bu patfaniga keladigan ustida chiroqlarni yoqib bergan patfani tok keladi, bunga bash patfani ulanasimi. Buni hozir ishlasangiz, buni hozir to'shni anaqaganim yo'q. Endi mana bu shteklar aytib o'tdik, hozir keyin aytaman. Bu tomonda mana tomonidan mana hozir bitta kalonka, bu ikkinchi kalonka. Bu rol desam, buni chiqarishdan o'z zavazkoy yo'q edi hozir. Mana bitta kalonka, ikkinchi kalonka. Mana bu mikrofonniki, u tomdagi mikrofon desam, mana uniki. Mana bu mikrofon desam, mana o'si plusi, mana o'si minusi. Ko'ka minus tepadagi, mana o'si plusi, mikrofon yo'llanadi. Mana bunday qilib ulansa ham bo'ladi. Mana tepa 3 plusi, mana minusi. Shu mikrofon desam, mana u yarim zamoysimi, kalit tosasimi, yarim zamoy mana shu shekadagi mana yarim zamoy kalit yarim tochkadagi. Shu bilan Gentraning ulanishi fishkasi tugadi. Mana ikkovi tomonda ham 12-teshikdagi, mana 12-teshik, bunisi ham 12-teshik, ikkovi 12-teshikdan sim chiqarib, rol mayda knopka, rol kurchatorlar, ovoz ko'taradigan, pastlatadigan knopkalar qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana shuni bittasini minusga, bittasini ana shu rolni olib keladigan chiqishiga olib kelib bersanglar bo'ldi mana. Bittasi pastdan minus, masalan, rolga olib borsanglar mana o'zini bittasini pastdan minusga ulanadi. Bittasi ana shu roldan kelayotgan boshqaradi mashina. Mana shu ulab qo'ysanglar, ikkovi ham 12-teshik rol desam bo'ladi. Shundan tugadi Gentra magnitofoni ulanishi.